Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Mustafa va bugun men sizlarga Minecraft olish haqida o'rgataman. Ko'plari Google Play'dan olishadi. Shu yerga men o'zim o'ynayotgan versiyani aytaman. Minecraft 1.21.130 deysizlar. Keyin mana bu yerda birinchisi chiqadi. Shu saytga kirasizlar, MKP Hub. Keyin bu yerda qanaqa narsa turadi. Uni kattarog'i ham bor. Men shuni bilaman. Mana keyin mana bu yerdan chiqsangiz ham bo'ladi, lekin bu chekkasida podrobniy degan dezamiz. Keyin bu yerda siz o'zingizga skin ham olishingiz kerak, agar chiroyli ko'rinay desangiz. Mana bu yerda endi masalan Minecraft skin deb turib, xuddi shunday birinchi saytga kiramiz. Keyin skachat skin deb turadi. O'sha yerdagini ezamiz. Menda skin bor, shuning uchun chiqib ketaman. Agarda podrobniy topa olmasangiz, chiqib turib mana kirasiz. Bu ham Google'da turi. Bu yerda skachatniy deb turadi. Bu yerga kirasizlar. Mana shu dumaloq bo'lgandan keyin mana meni skinim ko'ryapsizlar. Hozir bo'lishini kutamiz. Ungacha pauza. Mana do'stlar, uje olibdi Minecraftimiz. Mana shuni ezamiz. Birarlarda dumaloq bo'lib qoladi, birarlarda to'rtburchak, hammada har xil. Tak, olamiz. Eski versiyalarda olsalar u yerda qiyinroq bo'ladi. Chunki unda virus bor deb aytishim mumkin, o'zi unday emas. Prosta u yerda buglar ko'p. Masalan, skin qo'yilmay qolishi mumkin, bunda narsalar bo'lib ketishi mumkin. Mana yanada paydo bo'ldi Minecraftimiz. Minecraftga kiramiz. Bu yerda yana ko'p narsalarni qilib chiqishimiz kerak. Bizda o'ynash uchun. Hozir ko'rsataman qaysi knopka nimani qilishini. Eslab qolinglar-da faqat. Mana do'stlar, biz ham kirdik oxiri. Bu yerda biz nima qilishimiz kerak? O'ynash uchun. Birinchi o'zim uchetniy zapis degan narsa bo'ladi do'stlar. O'shani qilishimiz kerak. Mana eng chekkasida void deb turibdi. Sizlarda yashil turibdi, men o'shaganimda mana o'shani ezasizlar. Keyin bu qayergadir kirgizib yuboradi. Keyin eng pastda yashil knopkada void deb turgan bo'ladi. O'shani ezasizlar. Keyin bu yerga mana menda alohida Vovka Games degan bor. Mana do'stlar, men haligi yerda to'xtagan joyda sizlar nima qilishinglar kerak? Bu yerga akkauntingizda Gmail'ni yozishinglar kerak. Keyin qolganini o'sha yerda qilishinglar kerak. Men sizlarga yana ko'rsataman. O'shunda Xbox Live'ni qanday ochishdi? Jichadan keyin. Menda u ochilgan. O'shunga hozir Minecraft jichadan keyin kiradi. Mana bu yerda skin qo'yamiz hozir. Yangi versiyalarda kirishi boshqacha bo'ladi. Hozir mana uchinchisini ezamiz. O'zimiz skin qo'ymoqchi bo'lsak. Keyin uchinchisini ezgandan keyin buni ezamiz. Mana yashildi hozir. Разрешить. Mana do'stlar, kerakli fotoni ezasizlar. Men jicha buni ko'rsatgandim. Shundan keyin mana skin tayyor. Atdi men qo'ymaganman. So'ramanglar nimaga unda atding deb. Ismi shunday bo'lib qo'ygan. Minecraft o'zgartirsa bo'ladi, keyin yana o'ylayim kelmayapti. Qaror, mana shunday ko'rib olinglar. Men yerda Topic Beat 320 489. Mana igrat ezamiz. Mir qilamiz. Sizlarga keyin nimaga sizlarda boshqacha, menikida boshqachaligini ko'rsataman.
Mana bu yerda hardcore deganni ham qo'ysalar bo'ladi. Mana tagida turibdi. U bitta o'lsanglar boshqa tirila olmaysizlar degani. Mana показать koordinat ko'rsatadiganni ekranda chap tarafdagi narsa. Yana mana radius возрождения deganda agarda hardcore da o'ynamayotgan bo'lsalar, birga qo'yib olsanglar yaxshiroq. Uzoqroqda paydo bo'lishinglar mumkin. Agarda uxlayapman deb o'ylaginglar kelsa, mana bu ikkinchi knopkani etsanglar, hozir ko'rsataman nima bo'lishini. Bu fragment degani sizlar qanchalik yerni ko'ra olasizlar. Menda fragment 4 esa qatib ketishi mumkin. Telefon ko'proq qo'ysalar telefonga qarabdi u. Bu yerda hech bo'ladi o'zgartirmaysizlar. Mana chitda mana yaqsanglar. Saqlanch inventar. Bu narsalar tushmaydi. Yana sozdание moblar bo'lmaydi, hech qanaqasi. O'zlari bo'lmaydi. Bo'lishingiz kerak. Всегда день, har doim kun degani. Mana sozdать qilamiz. Mana ko'ryapsizlarmi? O'zi kirganda upravleniyani so'raydi bizdan. Biz mana o'rtadagisini tanlaymiz. Men ko'proq shunda o'ynayman, shuni tanlayman. Xohlasangiz boshqa kanal, ya'ni boshqa upravleniya qilib turib, o'shani qo'ysalar bo'ladi. Meni qolganlari menga unchalik yoqmaydi. Eski upravleniyalar yoqadi. Hozircha bo'lishini o'tkazib beray, o'ta uzoq bo'ladi. Mana do'stlarim, shu yerdaman. Oz qoldi. Mana bo'ldi. Yanimizda Alloh baraka. Mana ko'ryapsizlarmi? Ko'p o'yinchilarda shunaqa mana dumaloq narsa turadi. Buni qanday kompyuterskiga almashtirish, mana katta, yomon inventarni to'g'rilashni o'rgataman hozir sizlarga. Mana 3 ta tochkani ezasizlar. Keyin meta yana 3 ta tochkani uzuncha ezasizlar. Keyin bu yerda kasaniya deganga o'tasizlar. Men mana vыбор bloka deganda olaman. Menki o'xshash qilmoqchi bo'lsanglar, mana разделить элемент управления deganni qo'yasizlar. Yoqib qo'ysanglar, mana ko'ryapsizlarmi? Tadam. Endi inventarni qanday to'g'rilashni ko'rsataman. Inventarni to'g'rilash ham qiyin emas. Mana inventarni videoda qilasizlar. Mana videoda qilasizlar. Bu yarkost bilasizlar nimaligini. Tak. Поле зрения. Mana поле зрения nimaligini hozir ko'rsataman. Birinchi выбор konturani ezamiz. Hozir zo'r narsa ko'rsataman. Mana выбор kontura haligi oq narsani yo'qotib, mana bunday qoraytiradi. Ko'ryapsizlarmi? Sal kichikroq ekran. Endi videoga o'tamiz. Hozirgini topamiz. Mana shuni endi bir 95 ga qo'ysak, mana ko'ryapsizlarmi? Zo'rmi? Hali ham inventarni o'rgatmadim hozir. Men shu yerda bo'lish kerak. Eng pastida mana karmanniy deganda klassическийga o'tkazasizlar. Mana endi qaranglar. Tadam. Zo'rmi? Bizga yoshiga hozir выживаниеga o'tkazib ko'rsataman. O'ta yaxshi ishlaydi. Mana ikki chekada tepada zo'rg'a ko'rinadigan emas, normal pastda yaxshi ko'rinadigan bo'lib qoladi. Keyingi videoda serverda ham o'rgatib qolishim mumkin. Mana выживаниеga o'tkazamiz. Mana tepada bo'lish kerak edi. Mana endi pastda. Inakam bu yerda komandadan ham o'zgartirsa bo'ladi. Mana game mode Q. Mana. Gördüler de bunu serverda qilmaysizlar lekin. Keyin yana qaysi nimalar qolib ketdi. Agarda sizlar serverda o'ynaymiz desanglar, mana bu yerda общий degan bor. Mana общийda bu yerdan chiqib ketishim kerak. Mana включено только посредственно mana o'rtadagisini yo'qotib turib, mana yoqqa o'tkazasizlar. Keyin obучениeni yo'qotasizlar. Bu
nima sizlarni o'rgatadi. Agarda bilmasanglar yo'q bo'lsanglar bo'ladi, o'zi yoqib bo'ladi. Yangi olganda. Keyin yana nimalar bor? Bular kerak emas. Hozir ko'rsataman. Bu yerdan chiqib turib, haligi nima qilishini. Bitta serverga kirib ko'rsataman sizlarga. Hozir. Mana do'stlar, bu yerda biz nastroykaga o'tamiz. Keyin jicha kutasizlar. Keyin mana bu kubik manoni ezasizlar. Yangi versiyada jicha o'zgartirishibdi. Shu yerda birinchisini yoqasizlar. Mana okey deyapsizlar. Bu siz boshqa odamlar bilan birga o'ynagani kerak bo'ladigan narsa. Qolgan hamma narsalar uchetni zapisni kirishdi jichadan keyin ko'rsataman. Mana. Keyin masalan, men sizlarga mana masalan men yerdan bittasini tanlab turib, mana birinchi serverga kirmoqchimisiz? Shu yerga bunday. Mana endi shu yerda jicha o'tkazamiz hozir. Mana do'stlar, bu server hamma telefonlarda bo'ladi boshida. Mana masalan server выживания. Uchinchisi, men bu serverda o'zi ko'p o'ynamayman, yoqtirmayman bu serverda. Mana men yerda anaqa kelib qolsa, продолжить deyasizlar. Mana hozir bo'ladi. U yerga parol qo'yasizlar. Ammo parolni qo'yganinglarda esinglardan chiqmasin. Parolinglar esinglardan chiqib qolsa, u yerda hammadagi zabit parol bo'lmaydi. O'shunga zabali parol bo'lmaydi. Esimdan chiqarib qo'ydim degan knopka. O'shunga parolni esdan chiqarmash kerak. Mana do'stlar bo'lay dedik. Mana bu yerga parolni qo'yasizlar hozir. Mana do'stlar, men kirdim. Men bu yerda Vibe bo'lganda, Vibe degani u server yangilaydi. Hozir bir narsa bo'laydi. Sizlarga ko'rinmasligi uchun chatni o'chirib qo'yaylik. Mana bu yerda ko'proq ruslar o'ynaydi, shunga chatni o'chirib qo'ydim. Mana bu yerda o'zingizlar hamma narsani o'rgansanglar bo'ladi. Mana bu yerda start deb yozsanglar, mana start inglizchasiga start deb yozasizlar. Keyin sizlarga anaqa kit beradi hozir. Ko'rdinglarmi? Shunaqa kit beradi. Ichida sizlar uy qurishinglar uchun narsalar, jicha olmas, mana shu narsalarni beradi. Men bilmadim, uy bormi? Mana bu yer PvP arena. Mana RG help deysizlar, qaranglar mana. RG help. Mana. Keyin bu yerda hamma narsalarni qilasizlar. Mana ularni ko'rsatdim serverda sizlarga. Mana shunday olasizlar. Hozir sizlarga ko'rsataman Xbox'ni qanday ochishni. Men qanday hozir nimadan kirganimni, men akkaunt sizlarga ko'rsatmadim. Balki oraylarda o'g'ri bordir. Akkaunt o'g'irlab oldi yana. Keyin do'stlar, endi men efir qila olaman. 50 ta bo'ldi. Yangi kanalda. Ko'plari o'zbek emasdir-u, mayli, lekin o'zbeklar ham bor, bilaman. Mana endi hozir men Google Play'dan olib, qayerdan olishni ko'rsataman. Mana do'stlar, Google Play'ga kirasizlar va bu yerga OneDrive deysizlar. Men ishlatadigan. Mana birinchisi chiqadi. Shuni olasizlar. Men buni registratsiya qilganman. Hozir ko'rsataman olgandan keyin. Mana do'stlar, opti ko'rib olinglar. Mana bu yerga endi elektronniy pochtalarni yozasizlar yo telefon. Keyin mana o'tganinglardan keyin parol yozasizlar, sizga kod keladi. Mana do'stlar, ochib oldim. Bu yerga siz email yozasiz, akkauntini. Keyin u yerda kod keladi pochtaga. Keyin u kodni
yozasizlar va bo'ldi. Mana shu yerdagi endi buni yozganinglardan keyin Minecraftda ham xuddi shunday qilasizlar. Email yozasizlar. Keyin bo'lsa, shu sizlarga yana bir kod keladi. Mana kod keladi. Keyin shu kodni yozasizlar. Bo'ldi, keyin o'zingizlarga ad topasizlar va qanaqadir serverga kirib o'ynaysizlar yoki do'stlaringlar bilan o'ynasanglar bo'ladi. Do'stlar, sizlar bilan esa Mustafa va sizlar bugun Minecraftda olishni o'rgandinglar va menga o'sha maza qilib serverlarda o'ynashni va ko'p odam bilan o'ynashni o'rgandinglar. Endi hammaga xayr, like bosinglar va obuna qo'yinglar va kommentariyada rahmat, yordam berding deylar. Agarda bu men sizlarga aytgan axborot kerakli bo'lgan bo'lsa. Hammaga xayr, sizlar bilan Mustafa.